Mana soat 6 bo'ldi. Mana mollar qonni to'yib yotdi mana. Yotgan mol yaxshi semiradi deyshadi-yu mana ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Mana u nimaga bunaqa bo'lib ketadi yotganda? Kommentariy yozinglar bilganlar. Mana. Mana zo'rg'a nafas olyapti, qillayapti. Mana 2 oydan beri siloz bermasdan baqayapti mana jiyan. 3-oymi? 3-oy. 10 kundan keyin 3 oy bo'lar ekan. Somon bilan baqayapti. Rezultatini ko'ringlar. Olingandagi videosini ham orada qo'yib ketamiz. Mana mashina 1 oy oldin 12,5 millionga oldik. $11 milyon 50 ming, 11 milyon 50 ming, 10 milyon 400 ming, 11 milyon 600 ming, Qirg'iz ha? 11 milyon 600 Bitta ming, qirg'iz qolgani 11 mesni. milyon 900 ming. Bugun 9-mart hafta kuni yakshanba. Bu yo'qlarimiz Martni boshida olingan. yangi joy qo'ydik yana. 11 milyon 900 ga olingan. Ishtag'alari yaxshi, xudo xohlasa. Bu ikkalasi mo turgiz var. Bu ikkalasi 11 milyon 500 dan olingan. Ko'ramiz endi qanchalik yaxshi o'zgaradi. 11 milyon 600 dan olingan ekan. Bunisi 1 oy 10 kun bo'ldi adashmasam. 12 milyon 500 ga olingan. Rosa zo'r o'zgardi shu mol. Qonni katta dedi bozordan olganmiz. Bu ikkalasi 11 milyon 50 mingdan olingan. 11 milyon 50 mingdan ha? Mana, hurmatli obunachilar ko'ringlar. O'zgarishini ko'ringlar bu mollar. Silos yegani yo'q, somon. Somonni drabrikadan chiqarib, ideal ko'rim degan yem chiqibdi, shundan beryapti. Mana shu kilo qirg'iz. Hozir 17 milliondan bemalol sotsa bo'ladi. Mana go'ngini ham ko'ringlar, umuman yem qo'shib ichaveryapti deb o'ylaydi ko'ringlar. Bir kunda nechta somon yeydi? 1,5 ta piris bir kunda yeydi. Ideal ko'rim necha kilo ketadi bir kunda mana shu hammasiga 6 taga? 6 bitta ham qo'shib qo'yiladi. 6 28 kilo yeydi. Bir kunda 28 kilo yeyaptimi? 2 kilo 400, 2 kilo 300 dan tushadi. Bittasiga. 1,5 kilodan qo'shib 3 kilo. Şu 6 tasiga 28 kilo ideal ko'rim ketyapti ekan bir kunda. 1,5 ta piris, somon piris. Suv bo'ldi, boshqa hech narsa berilgan. Bu da yorma bormi? O'zi ideal ko'rimda o'zimiz tayyorlab beramiz. O'zimiz tayyorlab beramiz. Tarkibida makka, arpa, bug'doy, raps bor. Hozir mana jiyanim arzon tushsin deb o'zi tayyorlayapti ekan. Makkani yormasi, bug'doy, arpa yorma, rapis. Yana nima deding? Beli force bilan chayni sodasi bor ekan, qo'shading-ku.
Buni ham o'zim olib kelib berganman. Yangi bozordan. O'zgarish juda go'zal bo'lyapti, xudo xolasa. Silos sotib olgani yo'q mana shunga. Mollar semirishi mana. Bo'yi 1.10 chiqadi. 1 metr 1.10, 15 emas. Lekin semirishi o'ta zo'r. Mana bo'zayligidagi olingandagi videosini qo'shamiz, ko'rasizlar. Agar kimga shunaqa boqish usuli yoqqan bo'lsa, kommentariyga yozsanglar, erinmasdan o'zi javob beradi. Baqayib turgan odam o'zimning jiyanim bo'ladi. Mana juda zo'r semirgan mollar. Mana bu ikkovi qirg'iz bo'lsa, mana mestinlar ham yetib olgan mashina. Turkizvarchi buni. Mana bu bir hafta bo'lgan yo'q-a? 3 kun bo'ldimi? 2 kun, 3 kun bo'ldi. 12 million 400 ga oldik. Mana shu somonni drabilkadan chiqarib, ideal ko'rim qo'shib beryapti. Hammasi ichida aralashtirib beradi. Yani bir oydan keyin videosini qo'yamiz. O'zgarishini ko'rasizlar. Tuloqlari kelib, orqalari raschiroq bo'ladi, oldilar to'lib. Mana bular ham shunaqa edi 2 oy oldin. Xuddi shunaqa edi. Mana 28 kilo yeming necha pul bo'ladi? 5500 dami necha puldan? 5000 dan tushyapti. O'zimiz tayyorlaganimiz uchun 5000 tushyapti ekan. 28 kiloni ko'paytirasizlarda 5000 so'mga. 25 dan. Keyin 1,5 ta somon piriz. Bittasiga 25 mingcha rasxod bo'lyapti. 25 ming so'm. Fikringizni kommentariyada yozinglar. Biz videolarimiz keyinroq ko'rilishi uchun like, podpiska bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oyda bularni so'yishga tayyorlab beraman deyapti-yu, jiyanim. Mana shuni bir ko'ramiz, xudo xolasa keyingi videolarda qanaqa o'zgarishini. Bizni kuzatishda davom eting, like, podpiska bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar.